ertalab ko'pincha. Endi hozir 10 kundan beri dezalin ichaman. Shu uxlash uchun. Shu ham ta'sir qilmayapti. Devoqliroq ichyapman. Devoqliroq ichsam sal ta'sir qiladi. Necha soat uxlaysiz? 2 soat, 3 soat. 2 soat uxlaysiz. Qancha bo'ldi uxlamayotganingizga? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. 1 yil oldin 1,5 yil. O'tdi. 1,5 yil oldin qanaqangi stress bir narsa bo'lganmidi oilangizda, hayotingizda? Yo'q. Unaqa stress bo'lmagan. Nima ish qilaysiz? O'zi soham hamshiraman. Hozir uy bekasiman. Uy bekasiz. Hech qanday og'rib chiqmaydi kechasi? Yo'q. Nima qilasiz kechasi masalan? Mana uxlamasangiz nima ish qilasiz? Uxlamasam. Kitob o'qiysizmi, nimadir qilasizmi? Yo'q, suralar eshitaman. Telefonda qo'yib qo'yibchi. Kim bilan yashaysiz? Farzandlarim. Farzandlaringiz bilan. Ular uxlashadimi? Uxlashadi. Faqat siz uxlamaysiz. Ishtaha qanaqa? Ishtaha bunaqa zo'r emas. Bo'lmasa xotirachi. Bir lechini oldim. Mana ishtaha ochilganda. Keyin yaxshi bo'ldi, yana o'sha sekin bo'g'ilmoqman. Xotirachi. Endi xotira lekin baribir odamda baribir esdan chiqib qoladi. Yoshingiz nechida? 41.